Yo'q, qishloqda hech kim qolmadimi? Nima balo? Qishloqda golim bor ekan, golimdan jiddilarni so'rab ko'rishim kerak. Jiddilab ko'rmadingmi? Sen gapirib bilmaydi-ku bu jinni. Yana bir jiddil bor ekan. Ham eman buni so'raylikchi. Assalomu alaykum, jiddil qanday? Jiddil qandaysan, yaxshimisan? Chot kelmadi nimaga? Nimaga hammasi yo'q, mana bu ketib qolganmi boshqa joyga? Yo'q, ketmagan. Blogga kelyapti-ku, ular bilasan, bu chotga 100 ming tomasi bor, blogda bor-ku. 100 ming tomasi bor. Ana bu lunamida qiz bola. Mana shu kelyapti ekan. Yo'q. Xo'p, mayli. Nima qilmoqchilar endi? Ana bu katta boyning uyi bor-ku, ana shu lunaga berib yuboryapti. U bilan tanish ekan, yaqin tanish ekan. Hozir men ham borib ko'raychi. Ichida yig'ishtirib chot yiqilib tur, hozir ular kelib qolish kerak. Soat 11:30 bo'pti. 12 kelaman degan, tezroq bo'la qol, qarab turavermang. Xo'p, bo'ldi. Hozir men sevib tomosha qiladigan Luna degan bitta blog YouTuber bor. U YouTube emas, boshqa Minecraftdagi, ya'ni Minecraft nima Minecraftda mana shunday bitta bloger bor, mana shunday 100 mingta obunachisi bor. Bor. Xo'p. Bu yerda hammasi tayyormi? Mana bu bitta boyimiz bor qishloqda. Tak, yaxshi. Yo'q, ovqatlar yaxshi, hammasi bor. Bu yerda ham hammasi bor va bu yerning-chi, bu yerda ham hammasi yaxshi. Tak, uyimiz top-toza bo'ldi. Bo'ldi, Luna kelishib kutamiz. Xo'p. Yunus Luna kelib. Yo'q. Hali bu ultivoyda Luna kelishga. Bo'ldi. Xo'p. Bo'ldi. Bu Luna qayerda ekan, ha? Kelib qolish kerak. Soat 2 minut qoldi. Luna, mana bu. Luna keldi. Fuck. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshiman. Yo'q, hayotda ko'rdim. Mazza ko'chirib olaylik, maylimi? Keling. Xo'p, hozircha. Nimaga tushib olaylik? Yo'q, keyin tushamiz. Hamma Yunusga uyingizni tanishhtiraman. Qaysi uy, bu yoqdami? Mana shu sizning uyingiz. Mana. WhatsApp. Bitta boy tomonidan qilingan. Hozir shu yerda turib turing. Xo'p. Men hozir Nima bo'ldi? Yo'q, hammaga salom qizlar. Bugun men bugun menga bitta yangi qishloqqa ko'chib kelgandim. Shunaqa yangi uy berdi menga bitta obunachilarimiz. Rahmat sizga. Xo'p, mayli ketdim unda. Rasmga tushib olsak bo'lar hamma. Xo'p, qarochi ko'rdinglar. Luna keldi. Bo'mbijning uyini olib tashlash kerak, mana bo'mbijning uyini. Kimga ekan bu? Olib tashlash kerak. Men bo'mbij emas-ku, hammaydi mana bu. Mayli, ozgina yotib dam olaychi endi. Jiddil, sen bilan bir kun yotqizsam bo'ladimi? Ularni ko'rdingmi? Sen bilan tanishmi? Choti tanishga o'xshayapti. Yo'q, просто men uni sevib kuzatar edim-da. Mayli. Men shundan keyin bitta suhbatli maza qilib o'tiramiz. Ular haqida mazanib. Okey, mana bu yerga o'tiramizki, farqi yo'q menga. Xo'p, bo'ldi. Yo'q, Alloh qopusku. Hammaga salom qizlar, yaxshimisizlar? Bugungi vlogim juda ham yaxshi kun. Assalomu alaykum Luna, yaxshimisiz? Uzr agar video andigan bo'lsam. Rasmga tushmoqchi edim, siz bilan istora qolmoqchi edim-da. Mayli, qo'ymadingiz. Qani, unda bitta selfie. Aytingchi, menga obuna bo'lganmisiz? Ko'rkaysiz varing. Mana, Luna MC'mi? Mana obuna qo'yibman, 101 ming obunachisi bor. Sizga bitta surprizim bor, yuring uyga. Bo'lmaydi. Hozir istroq yuboray, atmitlarimi? Bo'ldi, bordim mana. Keling.
Men bu uyda kim yashaydi? Mana eski uyim bu. Aa, O'ynab aytdim, meniki emas. Boyagi boyning hozirga bergan boy bor-ku. ha. Mana shuning ukasining bir uyi bor edi mana shu yerda. 5-6 yildan beri turibdi. Esladik-da bu. To'xtang. Men bu ishlatdilar sizga. Xudo Keyin rahmat, bu rahmat. Xatni ham bu kitob ham sizga deb. Yo'q, rahmat, Mahmad. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, mayli, uyimdan chiqarsin. Quvlachilar, yo'mayo. Ha, aytguncha to'xtang. Mani homiylarimga ham obuna bo'lganmiz. Afsuski yo'q. Xomi oldingizmi? Ha. Haji Nursin yo'mayo obuna bo'lavering. 3 ta xomi ekan-a? Bir menga ham xomi qilib oling. Qancha xomi bo'lish? 5 ta. 5 ta nima? Inzimrudmi? 5 ta inson. Unda qarangni hozir 1-2 kunga topib beraman, xo'pmi? Kutib turasizmi meni? To'xtang. Hozir siz meni kutib olganingiz uchun, uy berganingiz uchun sizga 20 Nima? yaxshisini. Qazil. Bir nima bermoqchi bo'ldi, lekin o'zgarib qoldi. Menimcha mayli. Короче, obunachilar. Qaniydi ana bu pulni almashtiradiganning uyi. Qayoqda edi? Jinarsin. Assalomu alaykum bratan, qandaysiz? Короче, 3 ta oltinim bor. Probas 999 qanchaga olasiz? $15. 15 dollar. Mana 3 tasini soldim va bu yerdan 15 tasini oldim. Xo'p, mayli, sog' bo'ling, omon bo'ling, boy bo'ling, yana bir narsa bo'ling bilmadim. Xo'p. Ana bulbulni qayerga ekan buni? Yo'q. Luna. Voy, video otgandim-de. Olavering mayli. Hammaga salom qizlar. Men hozir bitta o'yin chiqardim. Ya'ni kim menga obuna bo'lib, kim menga yaxshi muomalada bo'lsa, bu qishloqda shularga kam ta'minlangan bo'lsa, shularni uylarini bitirib beraman. Buni hech kimga aytmayman, prosta hech kim bilmasin buni, faqatgina videoda ko'rasizlar. Qanamasam sizlar videoda hammaga tarqatib tashinglar bu videoni. Qani, ketdim. Bo'ldingizmi? Ha. Qarang. Sizga 15 ta beraman, mana kelishganingizdek 15 ta. Qarang. Hop, berdingiz. Instagramga kiring. Instagramga kirdim. Inek. Pastki chiziqcha. MC. 165 ta obunachisi bor. Bildim. Ko'rdingizmi? Mana shuni xomiy qilib qo'ying. Xo'p. Qancha kun xomiy bo'ladi? Shu 2-3 kundanmi bo'lib qolar. Obunachi menga boradimi, o'tadimi? O'tadi. Uy, rahmat. Aniq garantiyami? Ha. Kelajakdachi sizni ham bloger qilib yuboramiz, shu. Mayli, ko'p gapirvordingiz, ketdimmi? Yo'q, xomiy bo'ldim. Yo'q. Xomiy bo'ldim, yo'q. Luna, bir gapim bor sizga. To'g'ri gapim bor. Nima? Aytmay qo'yavering. Meni o'yin qilma bola, tushundingmi? Men asabimni ham chiqarma. Juda qachondan beri kelgandan beri asabimiz zib. Assalomu alaykum. Nima? Senga farqi yo'qmasmi? Tushundingmi? Farqi yo'qmasmi senga? Nima bu? Normalniy bu. Tushundingmi? Blogerlik menda quvvaraman qishloqdan, tushundingmi? Bitta gap aytaymi? Luboq shangdan so'ra, men meriman, tushundingmi? Men meriman, prosini sinamoqchi edim, shunaqa qilib, tushundingmi? Yo, odamni ezvorar ekansiz-da. Mayli endi. Nima ham bo'ladi? Yo, nima bo'lmaydi? Bu yoqqa keling. Menga mer kerak hozir. Merga bitta ishim bor meni. Mer qani? Mana mer turibdi-ku. Qani? Mana sari ko'ylakda. Ishonmayapsizmi? Mana bundan so'rang, bu yoqqa keling. Mana bundan so'rang. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu mermi? Assalomu alaykum mer. Ha, nimaga? Assalomu alaykum mer. Yaxshimisiz? Achotki. Qancha sizga bitta gapim bor edi. Bu yoqqa keling. Xo'p. Mana uyimdami, o'zingizni uyingizda gaplashamizmi? Farqi yo'q. Yuring sizni uyingizga.
Men uyim yo'q. Shunda siz qayerda yashaysiz? Mana-ku meni uyim. Mana shu mening uyim. Au. Qancha men bu uyga kiring, kim uyi bo'lsa ham. Ha, bu qo'shni Jitilni uyi. O'tiring. Korchi, menda bitta soqqali ish bor. Xo'sh. Men blogerman, to'g'rimi? Shu blogerligimni yarmini bitta odamga beraman. Xo'sh. Shunda men sizga bersammi deb o'ylanib turman-da. Men bloger emasman. Yo'q. Bersam bo'lmaymi? Siz ham bloger bo'lib ketasiz lekin. Yo'q, qarang. Sizning 1 ming obunachingiz bormi? Ha? Meni 2,5 million obunachim bor. Sizga nima qilaman men? Yarmini. Yo, menga qarang. Siz qancha pul topasiz? Kuniga qancha pul topasiz? 1200. $1,200. Men $1,200,000 topaman. Xo'sh. Men $1 million topaman. Nima deyapsan? Zato $200 ko'pmi? Xo'sh. Menga qarang. Qara, senga qiz avditoriyang bola qiz-ku, menda faqat qiz. Xo'sh. Korotchi, bitta gapda sinovingni o'ta olmading. Agar sinovimdan o'tganingizda mayli, o'tganingizda bitta cho'tki mana shu qishloqni men o'ng qo'lim qilib qo'ymoqchi edim sizni. Ya'ni boshqa joyga ketsam, sizni qirov qilib qo'ymoqchi edim, lekin o'zingiz shunga qo'l qo'ymadingiz. Mayli, men janob men sizni kutib qolamiz. Xayr. Uyimni bo'shatib berasizmi yoki qo'riqchilarni o'zi bo'shatib oladimi? Bemalol. Men hozir narsalarimni olib chiqib qolay. Bo'ldi. Bo'lsa, boshimga minib ketdi. Undan go'lim nima gap? Korotchi, boya Luna keldi deb deding-ku, mana shuni sen chaqirib edingmi? Bir Mr. Beast chaqir, Mr. Beastni. Yoki bizlar bir kimlar bormi sizlar? Qizlarda, qiz blogerlardan. Kanojixon bor. Endi qizcha bor, shularni chaqir, qattaga bir fake Lunani chaqirasan. Original Luna bunaqa emas. Menga qara. Original Luna bunaqa emas. Qara yurishini bir tomirda yuribdi hali. Korotchi, bitta gap bor-ku. Qara. Narsalarni olib chiqdim men, janob. Qara, qishloqdan ketmoqchimisan yoki shu yerda yashamoqchimisan? Yashamoqchiman. Bu yoqqa kelsang uy beraman endi. Mana shu uyni ko'rib turibsanmi? Mana. Pulim men. Mana shu uyni. Qaysi mana? Qaysi? Aha, ko'rdim. Mana-ku, mana bu yoqni qara. Mana. Yo'q, men bu yerda ham yashayveraman burada. Mana shundami? Unda soqqasi ko'proq bo'ladi uni. Necha pul? $30 endi o'tganing. Bana bo'lsa tekin. Unda shunday. Ha, mayli bemalol. Bu yoqda ana bu ham bor. Nima edi? Yo, bunda yashamayman. Men narsalar shu yerga bir. Yo'q. Unda. Yo, bu yerda Unda yashamayman. shu yerdan o'ling chiqadi. Va, uni aytdim. Bu yerda yashamayman. Men bu necha pul? Men bu katta. Oy, uzr. Mana $200 bu. Eng arzonni ko'rsataymi senga? Ha. Давайте. Yo, uzoqlarga ketib qolishingiz shart emas. Kela qol. Menga uzoqlardan emas, xuddi Korotchi kambag'allikda yashayman. Agar ham qo'shib, ketib qolibdi-ku. Cringe. Lunami, Minecraftmi? Menga qara. Kambag'alning uyi ham pul endi sen uchun. $500. O'yin chiqib ketdi. Korotchi, obuncha birinchi qism tugadi, ikkinchi qism uchun $100. Hammaga xayr.